Yaqinda universitetlarga imtihonlar topshirish, universitetlarga kirish sezoni boshlanyapti va shu yerda bitta masala haqida gapirib o'tmoqchi edim. Universitetga kirsangiz diplomdan boshqa nima olasiz desa, universitetga faqat diplom olish uchun kiradigan bo'lsangiz hech narsa olmaysiz. Ya'ni universitetga kirib turib, kimlardir menga nimalardir qilib beradi, diplom olaman, o'shandan bir foydalanib ishga kiraman, o'qituvchilar yaxshi dars o'tsa keyin o'qiyman, zo'r dars o'tishmayapti degan mindset bo'ladigan bo'lsa, sizda hech qaysi universitetdan hech narsa o'rgana olmaysiz. Bu ko'p o'quvchilarda shunaqa mindset bor. O'zimizga keladigan o'quvchilarda ham ko'rsak bo'ladi. O'qituvchilar yaxshi dars o'tishmaydi universitetda. Ular e'tibor qilishmaydi. Bo'pti, siz universitetga ular dars o'tish uchun bormaysiz-ku. Siz o'zingiz o'qishingiz uchun borasiz va o'qiysiz. Siz universitetga kirishingiz aynan o'sha yerdagi o'qituvchidan nimadir o'rganishingiz kerak degani emas. Ichida yaxshi o'tadigan o'qituvchidan darsini o'rganasiz, yaxshi o'tmayaptimi darsini, siz o'zingiz o'sha narsani self study qilishingiz kerak. Sababi bu narsa sizni o'zingiz uchun kerak. Okay? Men ham universitetga borgan paytimda har doim o'zi universitetga har darsda bormayman-da, lekin har safar darsga boradigan bo'lsam, leksiyadan nimadir o'rganishga harakat qilaman va o'sha o'rgangan narsalarimni darsimda yoki bo'lmasam o'zimni o'rganish prosessimda yoki qanaqadir narsalarda amaliyotga tatbiq qilishga harakat qilaman. Ya'ni sirazu oldimni application qilishga harakat qilaman. Siz ham universitetga kiradigan bo'lsangiz, qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar, kim o'qitishidan qat'iy nazar e'tiborli bo'lishingiz kerak bo'ladi narsalarga va o'qitilayotgan narsalarga, ya'ni va o'zingiz deeper research qilishingiz kerak o'qishdan keyin. Prosta assignmentlarni topshirish uchun, imtihonlardan o'tib olish uchun, baholarni olish uchun o'qiydigan bo'lsangiz, obviously, конечно, universitetdan hech narsa olmaysiz. Siz o'sha soha bo'yicha rivojlanish, o'sishni xohlaydigan bo'lsangiz, siz o'zingiz o'rganasiz, o'zingiz rivojlanasiz. Endi bu videoni o'zi aslida o'rganib rivojlanadigan odamlar ko'rish shart emas. Agar sizni hayolingizda hali ham o'sha universitet nimadir qilib berishi kerak degan fikr bo'ladigan bo'lsa, buni hayolingizdan chiqarib yuboring. Universitetga kirganingizdan keyin sizga shok bo'ladi u yerdagi holat, public universitylarda va bu normalligini qabul qilingda, siz o'zingizni qutqarishingiz uchun o'qing. Okay? Abituriyentlar bo'ladigan bo'lsa, imtihonlarga tayyorlanayotgan, universitetda o'qiyotganlar bo'lsa, mana shu videoni jo'natib qo'yinglar. Universitet haqida, o'qish haqida, rivojlanish haqida fikrlarini to'g'rilab olishsin.